bobay ham qor qizi. Biz bitti sizni uzoq qariq. İşlep odashib yurisiz siz. Дед Мороз, иди домой. Сегодня уже 17 января. Скоро будет лето. Lето. Bugun kunlar sovuq edi. Yo'g'aylar korporativda yig'ildi, biz korporativda o'tiramiz. Aydaga stavka komanda qishloqqa. Ne? Shilosila, aydaga stemzli, zaday beyga. Bobay, sen не замерзай кештің әлі? Сендер шындай тәпейсілер келі. Закусывать етсәңе езірек. Алайсыз ота жамашырғасың. Менде корпоратив. Бүгін бет той. Рәбейс қамей өзінің тойлары. Сіз әзгіне бұта алғансыз. Шуға көре қайтығыз енді. Қадірлі қыш бабай һәм қар қызы. Бұл біздің законды орын. Біз шақын просто беріміз сұрап алдық. Siz şuraya sunlap kile durgan kış babay hem qor kızı da. Aytib bitmesedir şeyler. Tarmazlı şimdi şişip durganlar ekan. Mana bunda bizning kış babay bilan qor kızı Abivilis. Ular birinchidan bizning o'rinni olganlar, sizning o'rinni olishganlar ham men olmadim. Yuzani qo'yib qo'ygansiz. Bilmang. O'ta qavsangiz, butun kvartalda o'ta qavsangiz. Внимание, розыск! Невесту украли! Еще у нашего Деда Мороза со Снегурочкой совесть украли. Sizga narsa kerak. Biz narsa ishlarga tegish. Remisning boyada panika, ko'rib qulog'idan porshira, illyuziyani yo'qotgan. Siz bu o'rinni bo'shatirish uchun что взамен хотите? Так, biz yoshlarga zadanyalar hazırladik. So'narlar ko'rsatirga kerak, qish bobay bilan qarshilug'a. Qish bobay, qor qizi. Bizning kuyov bilan kelishni uzoq kettirmagiz endi. Uzoq tug'in. Tak, birinchi birim lizginka berish kerak. Agar o'zingiz bera olmasangiz, pomosh druga degan podskastani qo'llana olasiz. Qanday lizginka bering.